Evakuatorga signal qo'yib beramiz. Shuni ma'lumot o'rnida yetib ketmoqchimiz. Evakuatorga signal olayotganda mashinaga e'tibor beringlar. 12 volt emas, bu 24 volt-ku. Isuzu misol uchun 24 voltmi, 24 volt olish kerak. Sotgan odam mashinaga qaramagan. Isuzu ketsa 12 volt beryapti. Endi buni biz hozir akkumulyatorning bitta donasidan akkumulyator bittasini tortamiz, 12 volt bo'ladi. Bitta akkumulyatordan o'shandan sim tortib turib, relay qo'yib o'rtaga. Buni ishlatadigan qilib beramiz. Relayning ulanishi o'zi 24 voltli. Ko'ryapsizlar? Bu 24 voltli bo'lgani uchun o'zi ishlash 24 volt bo'ladi. Lekin mamitdan xohlagan tokini o'tkazsanglar bo'ladi. Relay ishlayotganda 30-oyog'iga tok bersanglar, tok bu tomondan necha volt bo'lishiga qat'iy nazar 87 dan chiqib ketadi. 80 bilan 85 chi shu o'zini signalni simiga ulab qo'yiladi, bo'ldi. O'rnatib bo'ldik, sinatga qilib. Hammasi joy-joyida. Signal chalaveradi. 12 volt shunaqa ishlatsa bo'ladi. 12 voltni bitta akkumulyatordan olsangiz 12 volt bo'ladi. Minus tomondan turib, ikkinchi tomon plyusini tortib kelinadi, relayni 30-oyog'iga 87 dan chiqib ketadi.